Salom YouTube kuzatuvchilari, sizda va sizning yaqin insonlaringizda sababsiz soch to'kilishi, teridagi elastik holatni yomonlashishi, siydik ushlolmaslik, tayanch sistemadagi har xil salbiy o'zgarishlar kuzatilmoqdami? Ya'ni tayanch sistemadagi grijjalar, poliartrit, osteoxondroz, osteoporoz kasalligi uchramoqdami? Demak, siz shu videoni ko'rsangiz yechim topasiz. Bu videoda Rossiya mahsuloti tabiiy kollagenimiz haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Bu kollagenimiz ichak orqali 100% o'zlashtirilib, organizmga to'g'rima-to'g'ri sizda bo'layotgan turgan salbiy o'zgarishlarga yechim olib boradi. Kollagen mahsulotini ichsangiz, yana plyus tarafi sizni ko'zingizdagi bo'layotgan turgan salbiy o'zgarishlarni oldini oladi va davolaydi. Bu mahsulot haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, shu videoni tagida yozilgan raqamga telefon qilishingiz so'raladi va albatta telefon qilganingizdan keyin sizga shu aytib o'tilgan muammolarga yechim topamiz.